Shu desalaringiz, menga ilhom farishtasi keldi. Ertalabdan sochlarimni kesmoqchiman. Hop, birinchi bo'lib sochlarimizdan xo'llab olamiz. Bo'lib, mana bunday qilib sochimizni ikkiga bo'lamiz. Dan beri 99 xil video ko'rdim. Endi mana bunday qilib sochimizni to'playmiz. Million marta uringandan keyin oxiri to'pladim. O'ylaydi. Rahmatjon. Endi bu ikkita qismni bir xil qilib kesam. Kesish kerak-ku. Kesdim. Sochlarim ketdi. Hop, buni kesdik. Endi kesamiz. Qilchilar. Uzr bo'ldi. Cho'lqa kesamiz. Taga bo'ldik. Ketdi orqaga. Mana bu oldirini to'plab, bunday qilaman. Mana bunday qilib kesaman. Ezoza yana bo'ldi. Endi buni ham olamiz, mana bunday qilib kaltaroq kesamiz. Endi yana buni bo'lamiz. Keyin parikman. Nima cho'lqa kesyapman, men hayron. Uch. Sochimni ko'kka qilib ko'rsataman sizlarga. 1, 2, 3. Tadam! Qanday bo'libman makiyaj qilib, to'lab, ko'ylaklarni chiroq qilib kiyinib oldim. Yarashdimi? Nimaga menga oldinroq soch kesish bu darajada oson ekanligini hech kim tushuntirmagan. Yaxshi odzorlarni tutib qolaman. Görüşürüz.